Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüb atqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün Naq Meydan proqramısı. Biz bugün Angliyanın paytaxtı Londonda içilib atqan Uyğur Sot Kollegiyasının 3-cü günlük Naq Meydan ispat beriş yığınını sizlərinin huzurunuzğa təqdim qılatımız. Mən Alim. Bu yaq bolsa Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün müavin direktörü Mehmet Can Efendi. Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Ekranımıza xoş gəldinlər. Bugün dep ötkünümüzdek Angliyada işlep atkan Uyghur Sot Kollegiyasının 3-cü günlük Naq Meydan anıltışı huzurunuzda bolup atıdı. Hazır 3-cü günlük guvalık beriş yığınının 1-ci basqıçı tamamlandı. Biz tövende şu vaqtda qısqaça məlumat berip ötümüz. Ondaqda Alim efendim siz şu edigende yani etkenlik 1-ci basqıçlıq guvalık beriş sahnesinde guvalık berip ötken kişilerini biraz tanıştırıp ötken bolsunuz. Boladı, elbette. Bugün ettiğine guva bəgən birinci guvaçı olsa Qazaqstanlıq Uyğur şahid Gülbahar Celilova xanım. İkinci sözlügen olsa Avustraliya Strategilik Tədqiqat İnstitutunun tədqiqatçısı Nathan Russer efendi. Ondan keyin iki Uyğur denizat özünün hem aylarının beşə kelgan qara kunlar üstüdə ispat bəgən boldu. Birincisi Habibullah Ahad, ikincisi Ömer Roza efendi. Unda bolsa Mehmet Can Efendi, siz aldı bilen şu birinci bob guvalık bəgən Gülbahar Celilova xanımның şu guvalıqdaki mühim noktalarını bizim görürmənlər bilen birlikte bir hem beklerken bolsunuz. Elbette oldu. Bundaqda elbette Gülbahar Celilova xanımını biz 2018 yılının ahırdan başlap 2019 yılının 5'ten başlap tanışıqı başladık. Çünkü bu xanım 2018 yılı 15. may 2018 yılı oktyabr aylarında koyup verildi o değil mi? Sentabrda koyup verildiken koyup verilip bir mezgilden keyin Qazaqistan'a qaytib kelgan. Ondan keyin axbaratqa sözləb özünün beşik kelgan qara kunlarını tanıştırıp kelib atqan bir şahidning birisi, lager şahidinin birisi. Bu xanımnınki biz guvalık jarayoniga diqqat qilgan bolsak, biz diqqat qilgan bir necha nuqta bor. Elbette biz necha vaqt niyaq deb kelyapmiz, tadqiqotchilarni o'tirib qo'yib kelyapti, bayonotchilarni o'tirib qo'yib kelyapti. Lagerda milyonlagan adamlar var, manç milyon degandek sonliq ma'lumotlar aniq bo'lyapti, degan o'xshamagan farqli sonliq ma'lumotlar var. Ba'zi tadqiqotchilar 1.800.000 dan 3 milliongacha degan sonliq ma'lumotlarni o'tirib qo'ydi. Ammo yana bir narsani unutmasligimiz kerakki, bu sonlar ismlardan, chiroylardan, jinslardan tarkib topganda. Albatta. O'g'andan keyin bu xonimnikida eng odamning diqqat qilish tegishli bo'lgan bir narsa nima desamiz, bu xonim chiqqanda yog'i o'zi bilan lagerda turib baqqan 60'dan artıq lagerdashinin ismini, yeshini ham ularninki ilib kelinish sababi haqidagi ma'lum uchurlarni xotirlatmagan. Doğru. Bu bir diqqat qilish tegishli bir nuqta. Chunki bu yerdagi lagerdagi odamlarning ismi, jismi, ularninki yeshi o'tirib qo'yilsa, u yerdagi bir odamga nisbatan konkretniy tuyg'u paydo bo'ldi ekanda, insonlik bir chiroy berildi ekan buni. Ularning inson borligini bildigan bir usul ekan, bu bek muhim usul ekan deb qaradim. Bu ayolninki bu jihatga tirishchanlikqa abrin etmay turolmaydi nurg'un tashkilotchilar deb qarayman men. Albatta. Undan boshqa bu xonimninki yana bir alohidligi tutilgan chislar, ekrilgan lagerlarning ismi, hatta şu qamalgan kamerninki numurlarıqcha 708, 404 degandek. Ondan başqa yana lager kamerlarınki o'rlashtirilishi. Hem bu yerdagi qancha kvadrat metr, bu yerda qancha odam bor, hatta o'zininki ma'lum darajada egallagan uchurlari bilan ularninki ruhiy kayfiyati, badandagi yaralar, jarohatlar, hatta bir qizninki biz so'roqxonadan ekilgandan keyin ish chaqirib tutmoqchi bo'ladi. Ma'niki bu xonimninki bergan bayonotida, yozma bayonotida. Uni tutsa 5'ninki milik bo'lib ketganligini yozdi. Shuni bayonlarmi nojonliq ham tabiiy bir ahvolni suratlaydi. To'g'ri. Yana bir bayon bir sot sordi. Siz bu yerdagi qiyin qistoq uchirganlardan qanday belgilarni ko'rdingiz degan vaqtida ba'zilarining tirnoqlari sug'urib o'tilgan, ba'zilarining tirnoqlarining ostiga yig'inlar tiqilgan degandek shu qiyin qistoqlarningki alomatlarini yaxshi bayon qiladi. Bu ayolninki, bu xonimning biz ko'zitish iqtidorining nihoyat yuqori ekanligini, o'zining tartibli bir ayol ekanligini, uning diqqat qilmay turolmaymiz. Endi yana sotchilarga
Hatta Xitoy hukumatidan o'zining oilasiga kelgan xatninki kopiyasini so'ragan vaqtida, bizlar buni o'rtoqlashamiz desa, yo'q bu asl nusxasi, men sizlarga kopiyasini beray deydi-ku. Demak, bu yerda yana biz ügündiğen bir nokta, şu dava kılıvatkallar, ya özünün dava, falan vaxtımki işte bir xat gelgen demez, müş hanım qoxşaş, tertiplikte ücretinin özü mavi mana, xat miyat turuptu, mana bunu sizlik, hatta soçu vasanlam sizlik veremeyim bunu. Ben sizlik fakat kopya nüsxasını vereyim. Doğru, original, özen demek bir yerde tertiplik, yanı boğan, özünün işi boğan, özünün kim iş kılıvatkan işi boğan, bir xil mesuliyetini kögeni oldu. Daha təsirlik yaldır şu, bu xanım 2018 yılı sentyabrda 15 aydan keyin qo'yib berildi. Bu xanımның beşik kelgan qarkullarmi, yana biz burun anlap kelayotgan meyli Tursunay Ziyavuddin bo'lsin, meyli Mehrigul Tursun bo'lsin, meyli Qazaq qarindishimiz Savatbay xanım bo'lsin, Sayragul Savatbay bo'lsin. Ularninki Sayragul Savatbay o'zi bu mahbus bo'lmasimi, ammo mahbuslik hayotini ma'lum shaklda beshdan kechirgan, xo'rlangan bir mahbus o'qituvchining birisi, ammo bularning hammasining ko'rgandiki o'rtaq bir hikoyalar bor. Ular berilgan dori, darmaklar, ukullar, badan tekshirishlar, hammasi o'xshash bo'lganligi uchun biz bu jihatga to'xtalmaymiz, ammo menga diqqat qilgan bir nuqta, bu ayolning bayon deb o'tgandek, soat, chisla, odamlarning ismlari, hujjat material, qo'yib berilgan o'rin, qo'yib berilgan vaqt, berilgan dorilarning shaklları, buningdagi tafsilotlar odamning diqqatini chekdi. Men bu nuqtalarni muhim va boshqalarni o'rganishga tegishli taraflarmikin deb qaradim. Shu nuqtalar siz degan amaliyotda shu sotqa keraklik nuqtalarchi. Chunki bularmi shu bir chaqda bo'lganda, bir yil bo'lganda emas, oy, kun, chisla, naq ash narsalar bo'lsa, bu dalil isbot degan shunday bo'ladi albatta. Şunun albatta bu xanımның bəgən guvalığının rolu çoğun buludu. Bu xanımның meni ayran qağınım əmdi. Bu xanım özü Qazaqstanda tug'ilgan Uyg'ur xanım. Qazaqstandan grajdanı. Əmdi bizning vətənə berib bir sodlar bilan shug'ullangan bo'lsa, Xitoy hukumatı bu chetalik əməliyyatı. Bu chetlikni tutub Xitoyning kimligini berib bu yerga, Shenfenjan degan narsani berib, uning davlat tavalligi hatto kimligini o'zgartib, xuddi bizning vatandagi bir Uyg'urga muomala qilgandek lagerga bir solab, hozir siz bayon qilgan ham ishni qilganda, bu shuningga bu bir Uyg'urlarni tutish hozir faqatlam bu bizning vatandagi Uyg'urlarga cheklanib qolmaganligi. Ham buning doirasining Uyg'urlar bo'lsang, sen Qozog'istonlik Uyg'ur bo'lamsa, yo Turkiyalik Uyg'ur bo'lamsa, sen chet elning pasportini ko'tarib kelamsa, Xitoy hukumatining siyosatining o'xshashligini mush xonimning bayonlari orqali albatta isbotlag'ili bo'ladi. To'g'ridaysiz. Masalan, yana savollarga javob bergan vaqtidami, savollarga bergan javoblari o'zininki shu 5ni o'tgan ishlarni tasvirlash bilan birga, yenda o'tag'anlarning ahvoldan xabar berishga tirishadi. Masalan, qaysi qizning o'lib ketganini, qizning ismi bor. Ismidan tortib, yeshidan tortib deb berlaydi. Hatto bir turmaga doktorxonasiga tekshirishga olib borgan vaqtida u yerda yenda turgan bir qız balını ko'z tutdi, 25 yoshlar atrofidagi yosh qiz bola. Uning beqiniga bir xalt esiqliq, uning jirin qonlar chiqib turgan bir xalti va almashtirdi, xalaga to'kidi. Uningdan so'rsak, keyin lagerda bilyatdi. Bir börekini elib o'tganligini so'raydi. Demak, bu yerda sotchilar yana bu qatimqi shu xonimdan so'ragan, kechirsizlar. So'ragan savollarninki yana bir muhim nuqtasi bu adamlarninki, mahbuslarninki organlarga bo'lgan qiziqish bek bo'ldi. Sizlar organ shu ilvaganligini, oldiganligini qanday bildinglar desa, ashta gaplar bo'lganda deb uningga javob bergan bo'ldi. Hatto o'zining shu vahimida yashaganligini dedi. Tekshirishlarni qarasak, bu savollarning ko'pinchilari sizlarni qanday tekshirdi, nima uchun tekshirdi, tekshirishdan ilgari qanday ishlar bo'ldi. Qarasam, mening diqqat qilishimcha, bugungi bu Gulbar Jelilova xonimdan so'ragan savollarning yana bir qismi shu hozir biz medialarda ancha-muncha ko'rib kelayotgan nozik temalarning birisi bu. Albatta. Shu sezgir tema bu, shu organ etkazchiligi, organ elib olish, organ harvesting deydimdi bu inglizcha mediada. Organ elish, ya'ni ko'chirish, organlarni elib olishga oid bo'ldi. Gulbar Jelilova xonimninki javoblarda bir xil samimiylikmi har zaman chiqib turdi. Yana adamninki diqqatni qo'zg'aydigan bir nuqta, bu o'zining atrofida bo'layotgan ishlarga diqqat qilib turgan. Kuzatib turgan. Masalan deydi, biz avtobuslarga chiqarilib tekshirishga olib borilamiz.
tekshirilgan doktorxonami lagerlarning qap o'tirishdagi bo'lak odamlar kirmaydigan, faqat mahbuslarlar kiradigan bir doktorxona, bir qavatlik. U yerda biz har xil tekshirishlarni qilingandan keyin biz bilmaymiz nima ish qildi. Bu tekshirib kelganlar har xil guruhlarga ayrildi. Bu yerda nima uchun degan bir savol chiqdi. Shu demak bu yerda bu sotchilarmi, bu yerdagi mutaxassislarmi shuning oid savollarni najiq so'radi. Masalan, ilk qiz oldin siz börekingizning hatta ilingan vaqtida nima uchun ilinganligini bildingizmi? Bu saqmati ya kasal bo'lganlik uchun ilindimi? degan savollarni so'radi. Endi bu yerda birisi onundan faqat bu savollar so'rilgan vaqtida menimcha nurg'a odamlar diqqat qildi. Nima uchun bu savolni so'ragandi deb. Men diqqat qildim. Nima uchun so'rganligini men endi bir muxbir bo'lish sifatim bilan ma'lum darajada faraz qildim. Ammo bu sotchilar mutaxassis bo'lish sifati bilan cho'qim o'ziniki bir chiqayotgan bir nuqtasi, so'rayotgan bir maydoni bo'lish kerak deb o'yladim. Buni cho'qim ular o'zi biladi. Bular endi so'raganda shu tunigami degandek, bular bu endi irqiy qirg'inchilikni isbotlash uchun qurilgan sot bo'lgan ekan, irqiy qirg'inchilikning uning elementlari bo'ldi. Şununla münasip bir yerdə Xitay hökuməti sistemalik halda bir dövlət sübutida Uyğur, Qazaq, Qırğız, Özbək qalğan yerlik millətlərə bu irqi qırğınçılıq cinayəti ötküzüyatdı deyiş üçün bu sistemalik bir adam biləməmiz oxşaş türdəki bir günah adamlarga oxşaş türdəki qiyin qıstaqlar və ya ki işki orqanı alamlı degan əmələsini isbatlaşmış quvaclarının söz arqılıq şunu bilməkçi. O nə anənikə nə müşünə iş bopdu bu paket muş nəslərini dəlilləş üçün bo'lgan ekan. Bular jiqraq so'rgan savollari mushundaq. Hamda u yozma nəslər tünigəmdə betib ketdi. Hər bir şahidning yozma materialini allaburun sotqa berib qo'ygan. O sotda bor. Sotning maqsadi bularning faqatlam o yozma materialini qaytadan bir qur o'qib chiqishni uchun bularni taklif qilmaydi albatta bu sotqa va yoki o oq ko'rinishni burunqi hikoyani so'zlab berish uchun emas. Bo'lib shu 2016-yilga kelgandan beri shu Xitay hökumətinin icra qılayotgan yangi siyosatining natijasining qanday bo'lganligi ham uning xalqaro qonun bo'yicha bu irqiy qirg'inchilik yoki insoniyatga qarshi jinoyat yoki etnik tozalash bo'lamdi deb uch narsaning birligini shu guvohchilarning bergan dalil isbot orqali og'zidan chiqqan javob orqali shuni albatta mo'lchallab oxiri shu hukmni chiqardi. Shuningmi bularning so'rgan savollari mana ko'ryapmiz nihoyat atrofli, nihoyat muhim ham nihoyat inchika. Pek inchika. Mening shu kuzatishimcha hamda Gulbar Jelilova mening guvohlik berishini tafsili anglab chiqdik-ku. Mushatdiki kuzatishi egallagan ushurlari, o'ziningki his qilganlari nihoyat tartibli, ratlik bu pek menga ta'sir qilgan taraflardan birisi bo'ldi. Hamda siz bu yerda yana Angliyalik Avustraliyalik tədqiqatçı, Avstraliya Strategik Tədqiqat İnstitutunun tədqiqatçısı, yaxından bu yan medialarda diqqət qo'zg'ayotgan bir institut. Şunun tədqiqatçısı Nathan Ruther efendim guvohlik berdi. Siz mush efendimning deganlarini bizning anglag'uchilar bilan bir o'rtoqlashgan bo'lsangiz, chunki bu inglizcha bo'lgan bir guvohlik berish bo'ldi. Shunga bir tafsilroq tushuntirsangiz, nimalar bo'ldi bunda? Albatta, bu Nathan Ruther efendi Australian Strategic Policy Institute'deydi hem de onun. Avustraliyalik Strategilik Tədqiqat İnstitutunun bir tədqiqatçısı. Bu bir özünə abaytın köygəndək, naq meydanda. Bu bir yaş bir tədqiqatçı. Bu tədqiqatçı hem bu Tədqiqat İnstitutu şu 2017'de mabeyinde bular keyni bir qancha qitim şu lagerlarga münasibətlik çoğ dokladlarını e'lon qildi. Bular e'lon qilgan eng muhim dokladlarning biri, yana bular 380 ga yaqin lagerlarning qurilganligi. Shu lagerlarda Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq yerlik millatlarning qo'llanganligi. Shu to'g'risida bu tadqiqotni bularning qanday tadqiq qilganligi, yana sun'iy hamrodan qanday ko'rganligi. Bular tayangan chaqdimi hamda bir sun'iy hamro emas, bir qancha sun'iy hamroninki o'xshash bo'lmagan vaqtida tortilgan rasmlari. Lagerdan sirt yana Xitoy hukumatining Uyg'urning mechitlari degandek tarixiy so'rinlarning chiqishi qatorliqlarning hammasining qandaq qilib bular kuzatganligi ham uning natijasining qanday bo'lganligini o'zining tadqiqot dokladi orqali nihoyat yaxshi sharhlab o'tgan bo'ldi. Anan keyin bu yerda bu so'chlarni so'rdi, bizlarning tadqiqotining hamda bo'libmi bular albatta rostligini qanday bilamiz. Chunki Xitoy hukumati bularga bir qancha qitim hujum qilgan bo'ldi. Bular yag'an bo'libmi 2 kundan oldida bu Nathan Rutherning ismini atab turib,
bu guvaçı boğanlık için Xitayning Tashqi ishlar ministrligining bayonotchilari keyindan hujum qilgan bo'ldi. Shuningga bu qo'pib, masalan, Xitoy hukumati bularni lager emas, bu 380 ga bo'lgan zavod, doktorxona o'tdi, bitdi deb tushundigan bo'lsa, bu Nathan Urus'a ait yaxshi tushundirki, bu masalan biz uzun vaqtlik kuzatish, uning kuzatgan chog'da masalan bu tomlarning yasilishi, tomning ustida nima bor, apparat bormi, sim bormi, yana birisi kuzatish munari, askar turgan kuzatish munari qatorliqlar bormi? Muşunun asasen biz uzun müddet kuzatish orqali bularninki haqiqatan lagerligi, ularning cho'ng kichikligi, qancha odam sig'adigan, sig'maydiganligi degandek narsalarni yaxshi tushuntirib o'tib ketdi. Ammo masalan bular haqiqatan bir tadqiqot instituti bo'lganligi uchun masalan bular ba'zi ishlarni xato qilgan bo'lsa agar ilgari bir so'tchi undan so'radi, masalan sizlar keyin buni e'lon qilgandan keyin bir xatoliklar Xitoy hukumati hujum qilishlarga masalan, ammo bir xatoliklarni topdinglarmi degan chog'da bir lagerni misol qilib biz mushuni bir lager deb yozilayotgan yoqda qarsak lagerga o'xshaganlik uchun bu cho'qim lager deb yakun chiqardik, ammo keyin qarsak bu lager emas, boshqa bir narsa bo'lganligi uchun biz uni qaytadan korrektorlik qilib uni o'zgartirib bu xato ekan deb uni lager emas ekan degan yakun keldik deydi. Ammo qolganlar da asosan hech qanday bir chatoq chiqmadi. Qolganlarning hammasi asosan lager. Biz buni nihoyatda yaqindan tortib kuzatib keldik. Yana nurg'un Uyg'ur shoidlarningmi, qolgan shoidlarning degan so'zlar asosan hamda shu nurg'un yerning haqiqatan lager shu yerda shoidlarning, ya'ni atalmish Xitoy hukumati deyotgan o'quvchilarning shu yerda turayotganligining rostligini isbotlagan bo'ldik deb umumyuzlik yana bir tarafdan desak, yani bir Uyg'urlarning og'zidan shaxsiy o'zining beshidan o'tgan qora kunlarini, fojialarni shu ma'lum bir lagerda tushuntirib o'tgan bo'lsa, bu Nathan Ruser apandamda shu lagerlarning o'rni, joyi, ko'lami, qanchalik odamning sig'inganligi, qancha lagerning borligi bularning tadqiqotida bu bularning institutida tadqiqotda hamda bu 380 lager deb lagerni topgan qasan emas, albatta Xitoy hukumati o'zining Beydu torbetida o'chirib tashlamoqda u yerni, xuddi o'rmonlik ya jangalda qilib ko'rsatib. Shuningga bularning topgani 380 bo'lsa, Adrian Zaniz apanning tadqiqotida hamda 1000dan oshdi deb deyilgan. Ammo aniq soni abaytin siz degandek, hamda bu lagerda yotgan odamning sonini Xitoy hukumatidan boshqa hech kim bilmaydi albatta, aniq sonini. Hamda paraz Adrian Zaniz apanning asosan hozirgacha shu son bir mukammal son deb qaralib, shu son Amerika Amerika Tashqi ishlar ministridan tortib nurg'un davlatlar shuni ishlatyapti. Hozir 1.18 million Uyg'urni asos qilgan Turkiy millatlarning shu lagerda yotganligini. Shuningga bu Nathan Ruser apandining bugungi bo'lgan ilmiy tadqiqotga asosan bergan bu tushundirishi bu sotning mushu lagerlarning bir emas, ikki emas, masalanda 380 lagerning bularning hozirgi zaman eng yangi sun'iy hamroh texnikasi orqali topganligi, ham u lagerning cho'ng kichikligi, uning ichiga odamning qanchalik odamning patadiganligini isbotlab chiqishi, bu ilgari ko'rib boqmagan bir texnikalik yangi mo'jiza desak ham bo'ldi. Natijada, albatta adam o'zimiz lager guvohchilarininki, shohidlarining so'zini anglagan vaqtimizda bular faqat o'zininki yendik odamlarga gap qilmaydiganligini aytadi-ku. Shunday. Bular qanchalik qabiihlikka yo'liqsin, bu faqat o'zininki kichikgina shu necha kvadrat metrlik bir uydagi qabiihlikni ko'rdi. Shu yerdagi odamlarning ma'lum darajada ko'ralaydi, ham tushunalaydi, ham ma'lum darajada Gulbahor Jelilova xonim deb o'tgandek azroq paranglish fursatiga ega bo'lib, ular bilan bir o'zininki kechmishlarini o'rtoqlash fursatiga ega bo'ladi. Ammo ularninki qanchalik lagerning borligi, u lagerda hatto qancha uyning borligini bilishga imkoni yo'q. Buna sharoitda siz degandek shu Nathan nimga o'xshash, Rusga o'xshash, tanliq mutaxassislarningki buni har bir nuqtadan sun'iy hamroh suratlar orqali bir yerga ekilishi cho'ng bir natija beradigan bir bu lager degan bu hukmni bir yerga ekildigan, cho'ng bir ko'rinish bir yerga ekildigan bir tadqiqot natijasi deb qarashga bo'ldi ekan. Demak, 380 lagerda demak Gulbahor Jelilovadak, Sumrat Davuddak, 10 minglagan, 100 minglagan demek milyon odamlar, ashtaq odamlardan tarkib topganligini, buni adam eskiqini bo'ldigan bir natija ekan deb qarashga bo'ldi ekan. Demak, mush nuqtadan elib aytgan vaqtida bu odamninki
bu tədqiqat institutunun tədqiqatını nəhayət yuqarı bağlaş mümkün deb oyladım mən. Şunda gap bu Xitoy hökuməti Nathan Ruser əpəndinizdir. Bularning tədqiqat bu siyosat tədqiqat mərkəziga keng ko'lamli hujum qilib bularni yag'anchi aldamchiga chiqarish urindi. Anikin bu odamning bu degan so'zlaridan keyin yana masalan bizning radioda minbadik. O'tgan qitim biz kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bilan birlikda masalan Aqsu tizimligini e'lon qilgan bo'ldik. Bu tizimlikda 3000 dan ortiq Uyg'urning ismi, kimlik nomeri, yoki ayolligi, qaysi kamerlarda kimlarning yotganligi degandek uchurlar. Qarqash tizimligi ne demoqchi bo'lsiz? Yo'q, Aqsu tizimligi. O Qarqash tizimligi Asiya Uyg'ur xonim Adrian Zanzlar bilan International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ. Shular e'lon qilgan o Qarqash tizimligi uning nima ish kushman Qarqashdagi Xotan Qarqashdagi Uyg'urlarning tizimligi tutilish sabablari kirgizilgan bo'lsa, Aqsu tizimligida uning 3000 yaqin Aqsudagi Uyg'urlarning qandasiga so'langanligi ko'rsatilgan. Anan keyin bu undan keyin masalan biz yaqinda bizning radioda badik Shanxay tizimligini, Shanxaylis. Shanxay tizim. Buning Xitoy hukumatining Shanxaydagi uning saqchi idorasining masalan 10 ming yaqin Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek degandek Turkiy qarindoshlarning ism tizimligi borligini. Uning ichida 160 dan ortiq Uyg'ur bolalarning bularning yashig to'shmagan bularningki aran 5-6 yoshdagi bolalarning terror gumondori deb kirgizilgan. Undan keyin yana bir yuziga yaqin 70-80 dan ishib ketgan Uyg'ur cho'nglarni Uyg'ur sarxillari, ziyolilarning ismlari. Aşı 70-80 dan oshganlar bo'limi terror gumondori deb kirgizganligi unimi bunimi masalan mush insonlarning emasmi, balkim nurg'unlari mush lagerlarda 380. Shuningga bu appandimning Nathan Ruserning bularning tadqiqot markazining o'ynagan roli bo'libmi, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata elib berayotgan bu 2016dan beri elib berayotgan bu qabik siyosatining tabiatini bularning tadqiqotini aniq tushuntirib berdi albatta. To'g'ri deysiz. Demak bu organ o'zining shu o'ynagan halqılık ecellik rolları sebepli Xitoy hukumatining izchil hujumiga uchrab keldi. Bularning tadqiqotchilaridan bu Ruser efendimning boshqa yani bir Vicky xonim deb bir ayol bor. Vicky Shu degan bir ayol bor. Tegi Xitoydan o'zi kelgan. Shunga bu nuqtada turib bu ayolmo sotsial mediada Xitoyninki hujum qilishiga bularninki axloqiy va har xil jihatdagi tuhmatlarga duch kelgan bo'ldi. Demak bu nimani ko'rsatdi sizningcha? Bu hamda nimani ko'rsatdi desak, hamda Xitoy hukumati agar masalan bu Avstraliya strategik siyosiy tadqiqot instituti ham uningdagi tadqiqotchilar, siz misol olgan Vicky Shu xonim Xitoy naslidan bo'lgan Avstraliyalik, Xitoydan cho'ng quruqlikni Avstraliyaga berib o'qib shu yerda qolgan bir xonim. U xonim Nathan Ruser yana bir qancha tadqiqotchilarning kaynidan mushundaq cho'ng tadqiqot dokladlarini chiqarishi ham Avstraliyadagi Uyg'urlar bilan yaqindan munosabat o'rnatib, Avstraliyadagi Uyg'urlarning ham ularning urug' tuqqanlarining lagerlardagi fojialarini bilish orqali bu dokladlarni chiqargandan keyin Xitoy hukumati hamda bularga qarshi keng ko'lamli ta'tir tashviqot ham hujumni boshladi hamda. Nathan Ruser bo'lsin, Vicky Shu bo'lsin, bu tadqiqot markazi bo'lsin, bularni qaralash, ayiblash. Hamda biz bilganda Xitoy hukumati uzun yillardan yoki kim Xitoy hukumatiga ta'sir ko'rsatsa yoki Xitoy hukumatining elib borgan mana shunday jinoyatlarni xalqaro so'rinlarda oshkorlashda ishonchli ilmiy tadqiqotlar Xitoy hukumati hamda shularga keng ko'lamli hujum qiladi. Ondan sonra biz ko'rdik, shu tuniga o'lishgan yoki 3 kun mobaynida guvohlik berayotgan mayli Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz yoki chet ellik tadqiqotchi bo'lsin, kim bo'lsin, Xitoy hukumati shularga hujum qilyotdi. Bu sotning o'ziga boshlanishdan 2 kun burun keng ko'lam hujum qildi. Bular yag'an aldamchi, yag'an natija chiqardi. Ham bu sotni tashabbus qilgan Dunyo Uyg'ur qulti ham Dolqin Aysoga keng ko'lamli hujum qildi. Yana Xitoy hukumati hamda hammamiz bilmizkin kimdan qo'rqsa shuni ayiblaydi, tillaydi, qarlaydi, shaytonlashtirdi, uning inovatiga hujum qiladi. Bu Avstraliyadagi strategik siyosat tadqiqot markaziga hujum qilishmi, shundan derak berish kerak. Rahmat. Bugun deganda yana o'zimizning timsiga qaytib kelsak, bir necha ishkalam bor, yana 2 Uyg'ur guvochi bor.
Bularning arsida Abibullah Ahad, Ömer Rozi qatorliqlar bor. Bu ikkisi diniy zot. Siz Ömer Rozi efendimning deganlari haqida azroq bir Bo'ladi. tushuncha berib o'tgan bo'lsangiz yaxshi bo'ldi. Ömer Rozi efendim hozir ko'rdik naq maydonda isbot berdi bu adam. Bu adamning bergan isboti albatta har bir guvohchining bergan isboti bir-biridan ta'sirlik adam hayron qolgudek mazmunlar ne so'zlab o'tdi o'zining oilasidagi vaziyatni qandayligidan boshqa yana o'z ko'zi bilan ko'rgan turmida ilgari yotgan lagerlardagi ahvolni so'zlab o'tib ketdi. Bu odamning oxir degani albatta o'zining urug' tuqqanlari bilan qarindoshlari bilan Xitoy hukumati so'ziltib daz so'zlayotgan chog'da ikki soqchi chiqib anikin o'zining qarindoshlarining jig'izori qilib anikin o'chirayotganligini bu odamga qanchalik tahdid qilganligini so'zlab o'tib ketdi. Bu orqali ko'rib olamizki bu Xitoy hukumati bu Ömer Rozi efendiler emas, chetdagi nurg'un xalqaro matbuotda so'zlagan ham guvohlik bergan Uyg'urlarga urug' tuqqanlari qarindoshlarini mushundaq soqchilar qishib turib tahdid silishning umumyuzlik ekanligini isbotlasa, yana bir tarafdan albatta televizorlarga chiqib tahdid qilyotdi. Undan sirt menga eng qattiq ta'sir qilgani bu odam so'zlab o'tib ketdi. O'zining yaqin do'sti ne Xitoy hukumati, Xitoy soqchilari shu oldida turib, shu bir pay o'qlan emas, nurg'un pay o'qlan itib o'ltirib, poch qilib o Uyg'urning badini ko'z oldida ko'rsatib turib, anikin bu odamga berib, shu odamning shu o'zining do'sti, og'inisi Sabishning badanini bu xaltiga silishga majbur bo'lgan bu odam. Shuni. Bu endi bu ilaqi 21-asrda mushta ish bo'lamdi deb odamning qalasiga keldi, hayron qoldi. Bu Uyg'ur emas, har qanday bir millatga, har qanday bir davlatda bunday ish bo'lsa, hech qanday odam ishongisi kelmagidek, bu xuddi bir 100 yilning, 200 yilning oldida bo'lgan yoki Nazi Germaniyasida bo'lgan bir ishlamiki deb qallasiga keladigandek, mushundaq bir fojiani so'zlab o'tib ketdi bu odam. Anikin suv turmasini masalan, o'rnidan turib suv turmay masalan, tunagan ma'lumot suv turma to'g'risida. Shu atalg'i hali bir necha qatim o'tirg'i chiqqan bo'ldi. Ömerbek Ali'mi so'zlab o'tdi, suv turmining qanday bo'lganini. Ömerbek Ali deganda bu suv turmada ayda paskin sesiq suvga mushunda mishagicha bo'yni chiqib nam turgan isib qo'ygan, ashunda suv turmada chiqadi deb. Tushundida hamda bu Ömer Rozi efendi hamda shu maydasigacha mishaga keldi. Her bir 3-4 saatte o sesiq paskını soğuk su, anikin 3-4 saatte bir çıkarıp etip o sesiq sunu, yani tekimiz soğuk sesiq sunu ekirdi deydi. Hem de su da adamın bedeni elbette uzun turamaydı, beden çiriydi, hem de işiydi. Hem de uğrayan yani bir xil, hem de bir qabih, bir qiynaşının usulu elbette. Bolup mu karşılık bildiğen, Xitoy hukumati ixrar qildigan bazı yok işlerini ixrar qilmagan, yoki qarşılık tuğan Uyg'urlarni olib so'lg'an so'rinlarning mushunday ishganligini aytdi. Inchiklik bilan o'z beshini o'tganligi uchun yaxshi tushuntirib bergan bo'ldi. Ammo uni anglab hamda halaqa ko'ngli yerim bo'lmaydigan, ko'zi yosh qilmaydigan, ta'sirlanmaydigan odam yo'q deb o'ylayman. Shunga meningcha siz Habibullah Ahad efendimning cho'ng farqlanmaydi u odamning degan gaplari. Meningcha bu diniy zot oilasining ahvolini siz bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Bo'ldi, rahmat. Bu yaxshi tushuntirib berdingiz. Habibullah Ahadmi bayam siz deb o'tgan Ömer Rozi efendimga o'xshash bir diniy zot ekan. Kucha Aqsu atrofida diniy o'qitish bilan shug'ullangan. Ham o'zininki ustozidan bir necha bolalar dars olgandan keyin o'zimi 40 necha bolaga uyida shu dindan Qur'on savodini chiqarishdan ta'lim bergan zatning birisi ekan. Bu zatningki nimasiga qaraydigan bo'lsak, shu bergan guvohlikka qaraydigan bo'lsak, Xitoyninki 90-yildan keyingi Barin inqilobidan keyin diniy zotlarga qanday zarba berganligini ko'rib yetalaymiz. Bunda masalan bir necha do'stining ismini deydi. Bularningki har xil bulangchilik, o'g'irlik degan jinoyatlar bilan, hatto oxirida deydi davlatni parchalashga urinish jinoyati bilan etib o'tilganligini, hatto ba'zilarning 2 yil yoki 1 yil kechiktirilib o'lim jazosiga berilganligini so'zlab o'tdi. Buningda bir narsaga diqqat qilib qoldim men.
Şu vaqt, yani bu adam deydi, biz devletini parçalaş deganni qanday parçalaydiganda buni uqmaydik debchi. Devletni parçalash qurinish, devlet deganni bir xodaylik bir tavuzdaki yoki nondek uni parchalab kesib ektirgandek bir xil tuyg'u ba'zi odamning gapi. Bu nima degan gap tushunmay qoldik deb. Hatto shuni uqumni tushunmaydigan odamlarga Xitoylarninki zarba berganligini ko'rib turyapmiz. Bu yerda diqqat qiladigan bir nuqta nima desangiz, bularga shu vaqtida qonunda aniqlama bo'lmag'achqa bunday bir odamlarni jazolashga. Balkim Xitoy shu davlatni parchalashga urinish, bo'lonchilik qilish yoki o'g'irlik qilish degan jinoyatlarni atgan bo'lishi mumkin. Deydi, bular o'g'irlik emas, u xalqning narsiga bir nazar ko'zni soldigan odamlar emas edi, diniy zotlar edi bu. To'g'ri. Keyin demak Xitoy asosida shu diniy zotlarga har xil nomlar bilan zarba bergan bo'lsa, 2001-yildagi terrorlik, xalqaro terrorlik qarshi urushdan keyin bizningki shu Uyg'ur diniy zotlarga zarba berishda yangi bir atalg'ini tunishtirgan bo'ldi. Shu atalg'i tunishtirilishdan ilgari, ya'ni terrorlik degan atalg'i, terrorizm degan. Shu jinoyatlar bilan jazolaganligini, shu jarayondagi biz siyosiy o'zgarishni ma'lum jihatda ko'rib ketgan bo'ldi ekan. Yana bir muhim nuqta bu odam, bu zotningki guvohligidagi tafsilotlar shu do'stlarning ismlari, jilnoma hali tafsili o'tirib qo'yilgan. Demak, ism masalasi hali diqqatni chekadigan bir nuqta ekan deb faraz qildim men. Shunday gap, bu sotlarda albay deb o'tib ketgandek, bular aniq joy, odam, vaqt, qandaq shaklda nima bo'lganligiga eng havas qiladi. Eliqi yuzaki, eliqi andamiki degan gaplar abstrakt insonlik ma'lumotlarda u ancha qiziqmaydi. To'g'ri. Hamda shuningga bu apandimning, lekin Gulbahor Jelilovaning nihoyatda inchiqlik bilan o'zi kuzatib, ay kunchislar, ism, familiya qachon bo'lgan, ularning oqibati qanday bo'lgan, o'ldimi yoki bo'riga kesildimi degandek, aytibdimi degan bu ma'lumotlar nihoyatda hamda sotq keraklik uchurlar mushamdi, paketlar hamda. Shuningga bu apandimning so'zi ham Ömer Roza apandimning so'zlarini biladigan, ya'ni bu Xitoy hukumati garchi hozirgi yangi siyosatni Chinchuanga kelgani yoqi 2016dan keyin boshlagan bo'lsa-mu, Uyg'urlarga bo'lgan, mayli diniy zotlar bo'lsin, mayli vatanparvar Uyg'ur zotlar bo'lsin, ularga bo'lgan ziyonkashlikning xeyli burundan boshlanib bo'lganligini mavjud ekanligini bir isboti hamdi. Masalan, Ömer Roza apandim o'zining turmada qandaq tan jazosiga uchraganligini, hatto pochaqlarning muskullaridan bir narsani urilganligi, o'zining ro'yi va jismoniy jihatdan ig'ir zaxmiga uchrab, nech uzungacha zardob chekkanligini, asli kelmaganligini bayon qilib o'tdi. Siz degandek, demak, bularning bayonlari hozirgi shu 2016-yildan burunqi bo'lgan bir vaziyatni ko'rsatsimi, ammo bu Uyg'urlarga selingan, Uyg'ur millatiga qartilgan bu jazolash, zarba berishning faqat yangi emasligini, hatto uningdan burun hatto mavjudligini, ma'lum bir qorong'ulikda, yo'shirunlikda ilib berilganligini, davomlashganligini ko'rsatib bera oladigan deb o'yladim men. To'g'ri, naq shunday bo'ldi. Bunda bo'lsa biz bugun tushdan keyingi shu so'zligichi, shu guvohchilarni bir qurib tunishtirib o'tamdik. Mayli, siz bir tunishtirib o'tsangiz, shuning bilan vaqt muxolibariga bordi, vaqt munosabati bilan bugungi tunishtirishimizni mishada oxirlashtirsak, siz bir ishlarni bir tafsiliy tunishtirib o'tsangiz, ya'ni shunaqa qilib ko'rganlarimiz bilan xo'shlashsak. Ataganlik tunishtirishni, ataganlik endi tushdan keyin boshlandi. Buni bir tunishtirib birlik, kimlarning so'zlaydiganini. Ana keyin yana ular so'zlab bo'lgandan keyin albatta yana yakunlaymiz. To'g'ri deysiz sen. Bunda bo'lsa, hurmatli ko'ruvchilar, bugun aytganlik bagan guvohchilarning so'zini haminglar naq maydonda yaxshi angladinglar. Bugun tushdan keyin endi guvohlik berganlarning birinchisi Fransiyalik Uyg'ur shoir Gulbahor Haytuvaji xonim. O'zinglar bilgandek Gulbahor Haytuvaji xonim Qaramayga borgan chaqda burungi idoraki xizmatdoshlaridan qaytib kelib pensiya pulingni oldiganga kelib qo'l qo'ysanglar bo'ldi deb aldab borib borgandan keyin so'lab qo'yib, keyin amal yo'q Fransiyaning aralashishidan qo'yib bergan. Xonim kelgandan yoqi xalqaro matbuotlarda, so'rinlarda o'zining fojialik qismatini tushundirgan bo'ldi. Ham yaqinda bir kitob chiqdi bu xonimning Fransiyada. Undan keyin Gulbahor xonimdan keyin Amerikadagi Uyg'ur harakatining boshlig'i Roshan Abbas xonim isbot bermoqchi. Roshan Abbas xonimning hadisnimi, Roshan Abbas xonim Amerikadagi Hudson institutida Uyg'urlarning vaziyatini tushundirgandan keyin opirib so'layotgan peti
keyin muddatsiz qonuniyati deb anladik. Shundaq qo'ya bizning radioda bizning radiodami shuni dalillagan bo'ldik. Undan keyin endi amerikalik tadqiqotchi Darren Bayler efendi. Darren Bayler efendimi tunaganki g'arblik tadqiqotchilarga o'xshash bu efendim Uyg'urshunos. Uyg'ur tilini obdan biladigan, necha vaqtdan yoqi Uyg'urlarning shu ijtimoiy hujumlari, madaniyat qaratgan hujumlar to'g'risida aytdi. Ma'lumoti bor bir akademik bo'lib, bu efendim uzun yoq nurg'un maqolalar va dokladlarni yozgan. Bu odamni tushdan keyin isbot bermoqchi. Undan keyin albatta Mehrigul Tursun xonim albatta Uyg'urlarga oid tonish. Mehrigul Tursun xonimning Beshga kelgan kunlari texmo fojialik. Bu xonim 3 kezak tug'ib Misrda, andan keyin qaytib boray deganda vatan qaytib borsa 3 bolasini tortib olib o'zini ayirib qilib, keyin bir bolasi baxt qarshi tugab ketadi. Ammo qanday tugab ketdini uqmaymiz. Hamda o'zi bu to'g'risida albatta isbot berib turdi. Naiti fojialik bir vaziyat hamda. Undan keyin yana bir nomsiz bir guvochi so'z qilgan. Şu an bugün tushdan keyingi dastlabki guvoh berganlar, dastlabki emas, bugün tushdan keyingi 5 guvochi mushu guvochilar ekan. Unda Mehmetcan siz be ko'rmanlar bilan bo'ldi. Rahmat sizga. Hurmatli ko'rmanlar, diqqatingizda Erkin Asiya radiosuning naq maydon anglitishi. Biz Angliyaning London shahrida ishlayotgan Uyg'ur sot kollegisini naq maydondan sizlarga tushuntirib ma'lumot beryapmiz. Anlap o'tganinglardek, bugungi bu sot kollegisininki birinchi bosqichligi sot kollegisining birinchi bosqichligi 3-kunlik birinchi bosqichlik sot kollegisi oxirlashdi. Ikkinchi bosqichlik anglash guvohlik berish yig'ini boshlanish oldida turyapti. Davomli ekranimizga diqqat bergaysizlar. Bizning bu anglitishimiz Erkin Asiya radiosuning tor beti, radiomizning sotsial media betlaridan, kanallardan, YouTube, Facebook va Twitterda naq maydondan anglitildi. Görüşkice aman boğaysızlar. Xeyr xoş. Xeyr xoş.